Assalomu alaykum. Topskill tomonidan tashkil etilgan onlayn database darslariga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan classlar haqida, ya'ni class bu band hisoblanadi. Ma'lum bir queryning bandlari, ma'lum bir bandlarga bo'lib, o'sha qanaqa nima bandlari borligi va nima ishlar qilish mumkinligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. SQL so'rovlar ishlatgan paytimizda where classdan keyin o'zimizga kerakli shartni berishimiz mumkin. Esinglarda bo'lsa, update qilayotganda biz where id teng shunga deb bergan klausimiz bor edi, ya'ni bandimiz bor edi. Xuddi shunga o'xshash bir necha bandlar bor va ularni har xil ishlatilish usullari bor. Bugungi darsimizda aynan sizlar bilan o'shalar haqida gaplashib chiqamiz. Aynan shart yozish jarayonimizda kolumnlarni ma'lum bir qiymatlar asosida tekshirishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz klauslarni ishlatamiz. Xo'p. Where'dan so'ng quyidagicha bandlarni foydalanishimiz mumkin: and, or, not, in, between, like, is, null, order by, limit yoki offset kabi buyruqlardan foydalanishimiz mumkin. Har biri bo'yicha qisqacha to'xtalib chiqamiz. Undan oldin sizlarga databaseda bir ishlarni so'rardim. Mavzuga qo'shimcha fayllar yuzasidan tashlab qo'yaman bu narsani. Misol uchun mana bitta querylar yozilgan jadval bor. Xuddi shu querylar yozilgan jadvalni boshdan oxirigacha kopiya qilib turib, xo'p. Esinglarda bo'lsa, Topskill database ochgan edik. Mana ikkita table bor edi. Mana. Любой shu database ustida query tool mana istalgan joyida mishkan o'ng tomonini bosib, aynan mana database ichida bo'lishi kerak, Postgresda. Xo'p, query tool degan joy bor. Query toolni ochadigan bo'lsanglar, sizlarga mana bunaqa query tool hosil qilib beradi. Va mana bu faylni ichiga kopiya qilingan narsani boshdan oxirigacha shu yoqqa tashlaysalar, hamda bir marta runni bosib yuborasizlar. Agar xatolik bersa, shundan mana shuni olib tashlaylar, bo'ldi. Hech qanaqa xatolik bermaydi. Kar, mana. Shunchaki mana shuni bosib ishlatib oladigan bo'lsanglar, mana. Kar drop table o'zini birinchi qatorini olib tashlaymiz, mana. Create table car. Demak, query return successfully, mana hammasi qo'shildi va bu yoqqa qaraydigan bo'lsanglar, sizlarda mana bunaqa refresh qiladigan bo'lsam, car degan table chiqqani bo'lishi kerak. Ana endi men aytaman, select all from car. Queryning ma'lum bir qismini amalga oshirish uchun o'shani belgilab turib, F5 ni bosadigan bo'lsanglar, mana select buyrug'ini o'zini bajarib beradi. Lekin iloji boricha mana buni kommentariyaga olib qo'yganlar yaxshi, chunki ma'lumotlarimiz duplikat bo'lib qolmasin, ya'ni takrorlanib qolmasin. Xo'p, kommentariyaga olib qo'yamiz, bo'ldi. Ctrl/ o'zimizning oddiy Javada oladigan kommentariyamiz. Ctrl/ni bossak, olib qo'yadi. Xo'p, bo'ldi mana. Butun bir mashinalar jadvalini qaradim, demak menda shunaqa mashinalarim bor ekan. Ana endi sizlar bilan shart berishni ko'rib chiqamiz. Birinchi shartimiz and deydi. Mana select all from car where maker teng Chevrolet and price kichkina bo'lsa 40 mingdan. Demak, Chevrolet rusumdagi mashinalarning narxi 40 mingdan kichkina bo'lganlarini olib chiqish uchun so'rov berilar ekan. Umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsanglar, mashinalarimizni umumiy soni 100 taga teng ekan. Shularning ichidan mana make, model, price. Make Chevrolet bo'lganlari, ya'ni mana bunaqa Chevroletlarni mana Cavalier yoki shunga o'xshash keyingi Chevrolet Camaro yoki Chevrolet mana Silverado, mana shunga o'xshash mashinalarni umumiy nima qilishimiz kerak ekan? 40 mingdan kam bo'lganlari. Birinchi aytaman, where make teng bo'lsa Chevrolet. Ko'radigan bo'lsak, bizga nechta mashina chiqadi? 10 ta mashinani chiqazib berdi mana. 10 ta mashina bor. Endi shularning ichidan ham narxi 40 mingdan past bo'lganlari kerak ekan. Buning uchun aytaman, where make teng Chevrolet and va deyman. Xo'p. Price kichkina bo'lsin, 40 mingdan. Mana. F5 ni bosadigan bo'lsa, endi 4 ta dona mashina qoldi. Qolgan hammasi 40 mingdan katta mashinalar bo'lgani uchun faqatgina menga 4 ta mana shu mashinani chiqazib berdi xolos. Demak, end sharti ikkita shartga baravar to'g'ri bo'lishi uchun xuddi if ni ichida ishlatganimiz kabi shunaqa amal qilar ekan. Prosta buni belgi bilan emas, so'z bilan yozib qo'ydik xolos. Ya'ni make Chevrolet teng bo'lsin va price kichkina bo'lsin 40 mingdan. Va bizga kerakli shart asosida ma'lumotlarni olib chiqib berdi. Yoki select all from car where price 45 mingdan katta va 60 mingdan kichkina. Xo'p, endi ikkinchi queryni yozamiz. Xo'p. Select all from car where
price katta 45,000 and price kichkina hop 60,000 dan. Va F5 ni bosadigan bo'lsam 5 bosilib ketdi. F5 ni bosadigan bo'lsam mana 45,000 dan katta hamda 60,000 dan kichkina bo'lgan barcha mashinalarni olib chiqib berdi. Va men aytishim mumkin, mana shu yerda make teng bo'lsin. Make teng bo'lsin. Misol uchun qaysi biri ko'p kelgan bizda? Hammasi bittadan kelgan ekan, o'shaning uchun kelinglar make ni qarab o'tirmaymiz. Chunki bittadan kelgan. Misol uchun mana Saturnga teng bo'lganini olib chiqsin degan bo'lsa, mana Saturn ishlatadigan bo'lsak, ko'p turganlarlik bitta mashinani chiqarib berdi. Faqat endi bu 3-shartimiz ortiqchalik qilar ekan, chunki ma'lumotlar bazamiz unchalik katta emas. Xo'p. Demak, keyingisi bo'lishi mumkin select all from car where maker teng Ford or maker teng Dodge. Ana endi or shartimiz. Ya'ni bu not ifodasini beradi. Uzr. Yoki ifodasini beradi bizga mana. Select all from car where make teng Ford or make teng qaysi biriga deyilgan ekan? Dodge. Va ishlatadigan bo'lsa mana Ford va Dodge rusumdagi avtomobillarning hammasini menga chiqarib keldi mana. Modellarining farqi yo'q, make Ford yoki Dodge. Xo'p. Demak, yoki ham oddiy o'zimiz bilgan Javadagi yoki bilan bir xil ishlaydi, faqat where'dan keyin keladi hamda so'z bilan yoziladi. Shunisi farqlanadi bo'ldi. Xo'p, keyingi shartimiz mana select all from car where not make teng. Xo'p. Birinchi carlarning o'zini ko'ramiz. Qani nimalarimiz bor edi? Select all from car va buni belgilayman. Mana. Hamda query'ni chetamiz. Demak, umumiy hisobda 100 ta mashinam bor. 100 tadan nechtasidir BMW hisoblanadi? Endi aytaman. Where make Xo'p, not bu o'zimizni Javadagi inversiya. Not make teng BMW. Xo'p. Va F5 ni bosadigan bo'lsam, 100 ta mashina bor edi. Endi ko'rsanglar, mana birinchisi BMW turgan edi. BMW yo'q va barcha BMWlar yo'q. Mana umumiy hisobda bizda 97, demak 3 ta BMW mashinamiz bor ekan mana. 97 ta sanoqda turibdi. Bu 100 ID'si. Mana. Bu ID ustunida. Mana. Mana sanog'i bo'yicha 97 ta mashina turibdi. Xo'p. Yoki mana bu shartni qaytadan ishlatamiz. F5 ko'p turganlardek 4 ta mashina chiqarib berdi va Venture mana shu mashinani olmoqchi emasman. And not model teng mana Venture. Venture nomli mashina menga chiqmasin deyman. Hamda F5 ni bosadigan bo'lsam, mana Venturedan tashqari qolgan hammasini chiqarib beradi. Not bu o'zimizdan oddiy inversiyaga o'xshagan narsa, ya'ni inversiyani o'zi, aynan o'zi emas ma'nosini bildirib beradi. Xo'p, mana. Endi asosan ikkita shartni barobar qanoatlantirish kerak bo'lgan query'da ishlatiladi. Or u yoki bu shartni qanoatlantirish kerak bo'lgan query'da ishlatiladi. Not query'da berilgan shart inversiya holatini ifodalash uchun, ya'ni o'shnaqa bo'lmasa degan holatni ifodalash uchun ishlatilar ekan. Xo'p. Keyingi operatorimiz in operatori. Mana misol uchun in operatori or operatorining ishini optimallashtirish uchun ishlatilar ekan. Ko'rib turganlaringizdek, mana select all from car where make teng Ford or make teng Dodge deyilgan. Bu yerda keladigan bo'lsa select all from car where make in Ford Dodge mana virgul bilan berib ketiladi. Kelar birinchi o'sha narsani ko'rib chiqamiz. Xuddi shuni kopiya qilaman va pastga tashlayman. Mana. Or emasda shuni where make in deyman va qavs ochamiz mana. Bu Ford yoki Dodge bo'lganlarni olib chiqib ber deb aytamiz va F5 ni bosadigan bo'lsam, mana menga shularni mana Ford yoki Dodge ga teng bo'lganlarni olib chiqib berdi.
Va endi qaranglar, uchinchisi subquery yordamida amalga oshiriladi. Misol uchun, select all from car where make in, select make from car where price kichkina bo'lsa 3500 dan. Yani 35000 dan kichkina bo'lgan karlarni hammasini olib chiqib beradi. Uning uchun birinchi subqueryni o'zini alohida yozib ko'rsam masalan, select make from car where price kichkina 35000 dan. Narxi 35000 dan kichik bo'lgan hamma mashinani faqatgina nimalarni olib chiqib deyapti? Ya'ni makerlarni olib chiqib ber degan ma'noda aytibdi. Va endi faqatgina makelarning ro'yxati turibdi menda. Endi aytaman. Bu narsani copy qilaman. Hop. Select all from car where make in deyman va qaranglar. Xo'p, make'da faqatgina makerlarni o'zini qaytargan va mana shunga shuni qilib tashlab yuboraman mana. Make in mana shu jadvalning ichida bo'lsa deb beraman. Hamda F5 ni bosadigan bo'lsam mana make mana shu 35 minglik mashinalarning hammasini menga olib kelib beradi. 73 ta 35 mingdan kichkina mashinamiz bor ekan. Yo'q. 80. Nimaga bu xatolik berdi bizga? Price 35 mingdan kichik bo'lsa dedik. Ha, chunki o'sha modelda mana misol uchun aytaylik, Chevrolet turibdi 84 mingdan kichkina, lekin Chevroletda 35 mingdan kichkina mashinasi ham bor-da, o'shaning uchun Chevrolet borligini ko'rdi va sirazi o'sha narsani Chevroletlarni olib kelib berdi, ya'ni hamma mashinasini olib kelib berdi. Mana 28 minglik mashinasi bor. Hop, endi baribir bo'lganidan keyin, Chevrolet bo'lganidan keyin buni olib chiqib berishga majbur bo'lib qoldi. Demak, bu query'miz faqatgina 35 mingdan kichkina emas, просто 35 mingdan kichkina mahsuloti bor mashinalarni barcha mahsulotlarni olib chiqib berdi. Demak, shunaqa. Xo'p. Endi mana select all from car where price. Xo'p, katta bo'lsa 45 mingdan va kichkina bo'lsa 60 mingdan. Demak, endni ishlatganimizni o'rnini between optimallashtirar ekan. Between operatori end operatorning ishini optimallashtirish uchun ishlatiladi mana. Select all from car 45 mingdan kichkina va 45 mingdan katta va 60 mingdan kichkina. Copy qilamiz. Hamda tashlayman. F5. Bosadigan bo'lsam, demak 11 ta mashina chiqdi. Ana endi shuni o'rniga aytaman. Where price between 45 ming and 60 ming. Shuni o'zini yozadigan bo'lsam, F5 ni bosamiz. Xuddi o'sha natijani keltirib chiqaradi. Ya'ni ikkita vaqtni, ikkita price ni oralig'ini bizga tekshirib berdi. Xo'p. Demak, between operatori ishlatilinishi bo'yicha mana price between deysizlar, birinchi narx va ikkinchi narx. Demak, mana bu price kichkina yoki teng, kichkina yoki teng degan narsalarimiz har safar ishlatish shart emas. Bir marta price ni berib turib, between mana shu oralig'ida deb bersak, shuni o'zi bizga yetar ekan. Xo'p. Ana endi like string klassini contains metodiga o'xshab ketadi. Foiz belgisi bilan ko'rsatilgan qismda istalgan belgi kelishi mumkin degan ma'noni anglatadi. Pastda bu yerda faqatgina bitta ishlatilgan belgi kelishi mumkin degan ma'noni bildiradi. Endi kelinglar buni yozib ko'ramiz. Make a bilan tugasa. Mana make like degandan keyin foiz hamda a ni qo'yadigan bo'lsam, bu yerda istalgancha narsa kelsin, faqat oxiri a bo'lsin. Demak, oxiridan keyin foiz qo'ymaganim, bundan keyin narsa kelishi mumkin emas. Eng oxiri shu bilan tugash majburiy bo'lgan mashinalar ro'yxatini ko'rsatadi. Mana F5 ni bosadigan bo'lsam, mana Mazda, Kia, Toyota, Mazda, Kia, Toyota, Acura, Mazda, Toyota mana faqatgina a bilan tugaydigan mashinalarnigina olib kelgan. Ana keyin ko'ramiz. Birinchi harfi nima? Mana bitta dona harf kelishi mumkin bu yerda. Bir dona harf kelsin va ikkinchi harfi a bo'lishi majburiy bo'lgan holatda tekshirish mana. Xo'p, xuddi shuni copy qilaman. Mana bu a bilan tugagani majburiy edi. Ana endi aytaman. Birinchi harf nima bo'lsa bo'lsin, lekin ikkinchi harf aynan a bo'lsin va u yo'q xohlagancha narsa bo'lsin. F5 ni bosadigan bo'lsam mana. Mazda, Land Cruiser, Saturn, Mazda, Panos, Maserati, Lamborghini, Jaguar. Mana faqatgina ikkinchi harfi a bo'lganlargina chiqib keldi bizga. Ana endi
birinchi harfi B va undan keyin xohlagancha harfi xohlagan narsa bo'lsin degan shartni beramiz mana. Birinchi harfi B bo'lsin va undan keyingi keladigan narsa xohlagancha bo'lsin deydigan bo'lsam, B bilan boshlanuvchi mashinani olib kelib beradi mana. BMW, Buick, Bentley, yana BMW, Buick, mana shu mashinalar, ya'ni B bilan boshlangan mashinalar. Demak, farqi mana bu bitta belgi kelgan, faqatgina mana shu bitta belgi kelishi mumkin yoki mana bu ikkita xohlagancha belgi kelishi mumkin, lekin ikkitadan ko'p emas, kam emas. Aynan shuni tekshiradi. Mana misol 3-harfi A bo'lgan mashinalar oladigan bo'lsak, mana faqatgina ikkita ekan. 3-harfi A bo'ladigan mashinalar Kia bilan Kia. Ana endi misol uchun B bo'lgan harf 3-harfi B bo'lgan mashinalar deydigan bo'lsam, 3-harfi B bo'lgan mashina umuman yo'q ekan. O'z karlarni qaraylik, qanaqa 3-harfi nima ko'proq kelgan. E ko'proq kelgan ekan. Mana 3-harfi E bo'lgan mashinalarni olib kelib ber deydigan bo'lsam, mana Chevrolet, Jeep mana 3-harfda 3-harfi I bo'lgan mashinalar ro'yxatini olib kelib berdi mana. Birinchi, ikkinchi harf qiziq emas, lekin aniq ikkita harf bo'lishi kerak, lekin nimaligini qizig'i yo'q. Lekin aniq bo'lishi kerak. Bo'lmasdan iloji yo'q. Foiz belgisi bo'ladigan bo'lsa, xohlagancha, misol uchun boshida harf bo'lsa ham mayli, bo'lmasa ham mayli, oxirida bo'lsa ham mayli, bo'lmasa ham mayli. Ya'ni E harfi bormi? Farqi yo'q, olib kel. Ya'ni boshida, oxirida, o'rtasida qizig'i yo'q endi. F5 ni bosadigan bo'lsam, mana demak menga 34 ta mashina chiqarib berdi mana. E bor. Har bittasida E bor mana. Volkswagen, Mercedes-Benz, Dodge mana E oxirida kelgan, lekin boshda E kelgani yo'q, chunki boshda kelgan E katta harf bilan boshlanishi kerak. Xo'p. Demak, like operatorining qiladigan ishi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Buni varchar, ya'ni character bering bilan asosan ishlatishimizga to'g'ri keladi. Xo'p. Demak, like qisqacha containersni o'rnida bosuvchi operator hisoblanar ekan, ya'ni class hisoblanar ekan. Xo'p. Keyingi shartimiz bu is null hisoblanadi. Mana select all from car where model is null. Ya'ni modeli null bo'lgan karlarni chiqarib berish uchun ishlatilar ekan. Select all from car where model is null. Lekin modeli null bo'lgan hech qanaqa mashinamiz yo'q. O'shaning uchun kelib employee dan olamiz. Employee ni tekshiramiz bo'sha. Select all from employee. Ko'ramiz mana. Xo'p, demak, department name null bo'lgan bitta xodimimiz bor ekan. Endi aytaman. Where department name is null. Department name null bo'lgan xodimlarni olib kelib ber deb query beradigan bo'lsa, faqatgina bitta mana bu ad ham turibdi. Endi name not is null bo'ladigan bo'lsa, bu inverse holatini keltirib chiqaradi. Not is null. Va belgilayman hamda F5 ni bosadigan bo'lsam, xo'p, is not bo'ladi. Xo'p, F5 ni bosadigan bo'lsam, mana not ni o'rniga almashib qo'ygan ekan, hech qisi yo'q. Mana department id'si not null bo'lgan, ya'ni null bo'lmaganlarni olib kelib beradigan bo'lsam, mana bu quyidagicha jadvalni bizga olib kelib chiqarib berganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, is null hamda is not null tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni ma'lum bir kolumni null bo'lgani yoki ma'lum bir kolumni faqat o'sha kolumnlarni null bo'lmaganlarini olib kelib chiqarish uchun ishlatsak bo'lar ekan. Bu is null yoki is not null. Xo'p. Demak, keyingisi order by hisoblanadi. Ya'ni tushuntirganingizdek, bu orderlash uchun ishlatiladi. Carni o'zini tartiblangan holatda chiqarishni. Select all from car, order by make. Xo'p, birinchi select buyrug'ini o'zini ishlataman hozir. Bu bizga kerak emas. Kommentariyaga olib turamiz kodlarni. Xo'p. Select all from car. Mana. Karlarni hammasini oldik va F5 ni bosadigan bo'lsa, mana menga tartiblanmagan holatda chiqazib berdi. Ya'ni istalgancha o'zini ketma-ketligida turibdi. Ana endi aytaman, karlarni chiqar, faqat keldi, ozgina joy tashlab oling.
Xo'p, select all from car. Endi aytaman. Order by misol uchun make. Make bo'yicha tartibla deydigan bo'lsam, alfavit harfi bo'yicha aynan make bo'yicha tartibla chiqarib berdi mana. Birinchi holatda A harfi bilan boshlangan mashinalar mana Acura, Audi, Bentley, BMW, Buick, mana Chevrolet, keyin ABC, keyin D mana. Ya'ni tartiblangan holatda bizga chiqazib berdi mana. Ko'rib turganlaridek. Ana endi order by'ga biz bitta kolumn emas, bir necha kolumnni ham berib ketishimiz mumkin. Demak, ikkinchi holatimizda ikkita kolumnga nisbatan tartiblasak bo'lar ekan. Qaranglar. Mana misol uchun, menda hozir qaysi biri ko'proq? BMW bor ekan, mana BMW dan nechta ekan? 3 ta ekan. Lekin bu tartiblamagan mana 645, 5 hamda M turibdi yoki mana ko'p aniq ham mana Chevrolet turibdi, mana. Chevrolet ma'lumotlarni qaraydigan bo'lsanglar, tartiblanmagan holatda mana birinchisi Venture, G series, Camaro, Cavalli, Camaro mana tartiblanmagan. Mashina bu bo'yicha birinchi tartiblasin, keyin o'zini ichida, mashina ichida manbalarni ham qaysi tartiblasin deb aytaman. Ya'ni make bo'yicha, virgul, model bo'yicha. Birinchi make bo'yicha tartiblab oladi. Mana misol uchun aytaylik. Ikkita bo'mi, endi buni mana ichida tartiblaydi. Ya'ni buni tartiblab turib, keyin buni ham ABCD qilmas, aynan buni mana shunga tegishli, make ga tegishli bo'lgan qatorindagina chastini o'zining ichida tartiblaydi. Xo'p, qaytadan F5 ni bosaman. Mana. Take off. Order by make va model. Mana. Hech qisi yo'q, xatolik noto'g'ri joyini belgilab qo'yilgan. Xo'p, mana. Ko'rib turganlaridek, hozir mana Chevrolet ko'radigan bo'lsanglar, mana Chevroletlar bo'yicha tartiblagan va Chevroletlarning ichida modellar bo'yicha tartiblab chiqarganini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ko'rganlaridek, mana alfavit bo'yicha. Birinchi oldin mana narsani tartiblab oldi va shunga tegishli bo'lgan bu qatorlik 10 tomonni tartiblab chiqdi. Ya'ni mana bu yoqqa tepaga chiqarib qo'ygani yo'q mana. L, S turibdi yoki T turibdi mana bu yerda, hech qanaqasiga mana C turibdi, buni tepaga chiqarib qo'ygani yo'q. Oldin birinchi Chevroletni bitta holatga keltirib oldi va mana shuni 10 tomonidagilarni o'zining ichida tartiblab berdi bizga. Mana shu nima demoqchiligim tushunarli bo'ldi. Dojida ham xuddi shunaqa. Birinchi dojilarni ajratib oldi va dojilarning ichida modellarni tartiblangan holatda chiqarib berdi. Xo'p. Bu ikkita kolumnni order by'ga ko'rsatganimizda kelib chiqqan natija. Xo'p. Ya'ni birinchi make bo'yicha tartiblar hamda order bo'yicha keyingi tartiblar. Xo'p, orderda va yana shunaqa narsa bor. Xo'p, misol uchun biz mana bu alfavit tartibida teskaramachasiga qilsak ham bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik. Modelni disk, ya'ni diskriminant qiymati bo'yicha tartiblaydigan bo'lsam, mana endi alfavitni oxiridan qarab, boshiga qarab tartiblayman. Kattadan kichkinaga. Yoki model make bilan price qilaylik. Mana. Xo'p. BMW mana Chevrolet qaraydigan bo'lsanglar, mana 90 ming, 87 ming, 79 ming, 60 ming mana. Eng qimmatdan boshlab qarab kelgan, arzoniga qarab ketgan. Ana endi shuni ham olib tashlaydigan bo'lsam, default holatda o'sish tartibida turadi. Biz uni o'zgartirsak bo'ladi mana. Endi qaraydigan bo'lsak, mana kichkinadan boshlab kattasiga qarab o'sishi menga ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni kichkina summadan katta summaga qarab o'sib borgan. Disk qo'yadigan bo'lsak, u kattasidan boshlab kichkinasiga qarab tartiblab beradi. Diskni istalgan joyga qo'yishimiz mumkin mana. Make-larga qo'yadigan bo'lsam, faqatgina make-larning o'zini disk qiymati bo'yicha tartiblab beradi mana. Bu kamayish tartibida, bu bo'ladigan bo'lsa, o'sish tartibida qilib ko'rib turishimiz mumkin. Endi Chevrolet eng pastida mana. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana. Bu kamayish tartibida, lekin bu o'sish tartibida. Agar ikkalovini ham kamayish tartibida qiladigan bo'lsalar, disk deb yozib qo'yadigan bo'lsalar, ikkalovini ham kamayish tartibida qilib beradi. Xo'p, endi qaysi biriga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanga ishlatasizlar. Agar qo'ymasanglar, o'zi default holati, ya'ni ascending jadvali bo'yicha bizga tartiblaydi. Bu descending jadvali bo'yicha teskarisiga tartiblaydi. Qo'yilgan bilan qo'yilmagan ascendingda bir xil, ya'ni ikkalovida ham ascending turadi mana. Diskga olib tashlaydigan bo'lsam, ascending turadi. Demak, ascending tartibini ko'rib chiqdik hamda descending tartibini ko'rib chiqdik. Order by'da shunaqa holatda ishlatsak bo'lar ekan. Xo'p.
limit hamda offset. Bu nima vazifani bajaradi deydigan bo'lsanglar, mana hozir biz ko'rib chiqamiz database'imizda. Xo'p. Buni kommentariyaga olib qo'yaman. Select all from car. Mana. Ishlatadigan bo'lsam, mana 100 ta karni chiqazib berdi, lekin menga boshlang'ich nechtadir ma'lumot kerak, hammasi emas. Limit misol uchun 20 deydigan bo'lsam, hamda F5 ni bosadigan bo'lsam, eng boshdagi boshlang'ich 20 ta karni chiqaradi, menga bo'ldi, boshqasini chiqarmaydi. Xo'p, ana endi offset bor. Offset 10 deydigan bo'lsam, offset nima qiladi? Misol offset 20 deydigan bo'lsam, ana endi bu limitni teskarisi. Boshdagi 20 tani emas, olmas, boshdagi 20 tani tashlab ket degani mana. 21-oydan boshlangan, mana ko'rib turishingiz mumkin, qolgan 100 tasi. Ya'ni limit mashinadan 10 tasini ol deydigan bo'lsa, offset mashinadan 10 tasini tashlab ketib qolganini ol deydi. Xo'p, ana endi biz limitni baravar ishlatsak bo'ladi. Limit hamda offset. Limit 10, offset 10. Bu nima qilib beradi mana? Offset 20, limit 10 deydigan bo'lsam, birinchi 20 tani tashlab ket, keyingi 30 dan boshqa 40 gacha bo'lgan orolni ol deydi mana. Ya 20 dan 30 gacha, chunki 1 dan 20 gacha bo'lgan 20 ta kar tashlab ketadi hamda 10 tasini oladi. Xo'p, va bunda xo'p. Limitni birinchi berasizlar, offsetni berasizlar, u farqi yo'q, unaqa farqi yo'q. Offset 20 ta tashlab ketadi, limit o'sha 20 ta tashalgandan keyingi 10 tani o'ziga qabul qilib oladi. Yoki aytishimiz mumkin, offset 30 ta keyingi 10 tani ol deydigan bo'lsam, mana 30 ta tashlab ketadi hamda 30 dan 40 gacha bo'lgan orolni oladi. Xo'p, va bu limit bilan offsetni o'rnini almashtirganliklarini hech qanaqa ahamiyati yo'q mana. 10 tasini olasan, 30 ta tashlab ketib deydi. Xuddi o'sha natijani keltirib chiqaradi. Demak, limit nechta elementni olishi, offset o'sha turgan joydan nechta element tashlab yuborishini bizga aytib qo'yadigan ключевой so'z hisoblanar ekan. Xo'p, demak, limit hamda offsetlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, qanaqa ishlatilishi ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni bu narsa ko'proq ma'lumotlar bazasini qiynab qo'ymasligimiz va ma'lumotlarni bo'laklarga bo'lib olishimiz uchun ishlatiladigan klauslardan biri hisoblanar ekan. Demak, bugungi klauslar haqida darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.